bitta narsa. Farzand bu katta loyiha. Qabul qilmagan odam bo'lmaydi, qabul qildira olmagan odam bo'ladi. Ota-ona bilan farzand do'st bo'la olmaydi. Ota-ona bitta narsani aytay, ota otaligini, ona onaligini qilsa, bola bolaligini qiladi. Shu narsani hech qachon unutmang. Endi ota otaligini, ona onaligini qilish kerak. Qilish kerak. O'shanda sizni oldingizda bola funksiyasini buzayaptimi? Demak, siz qayerdadir buzgansiz. Bola bolaligini qilmayapti yoki bo'lmasa sizni oldingizda sizni hurmat qilmayapti yoki onasini hurmat qilmayapti. Boshqa holat bo'lyaptimi? Biling, bola bu oyna. Bola hamma oyna. Sizni oldingizda kimdir munkar ish qilyaptimi? Demak, sizda munkar ish bor. Siz uni to'g'rilaysiz, keyin qarshingizdagi odam to'g'rilaydi. Bu oyna. Keyin oynada chiroyli narsani ko'rasiz. Bola o'zini chegarasida tursa, ona o'zini chegarasida turib, hamma o'zini ishini, o'zini funksiyasini chiroyli qilib bajarsa, bola o'zinikini keyin bajaradi. Bola demak, nazoratni qo'pol qilib aytganda umumiy sistemani buzayaptimi? Demak, o'zingizdan izlangda chiqadi. Bola o'zidan o'zi buzmaydi sistemani. Bola emas, o'zi tuzilma shunaqa. Tuzilma o'zi shunaqada. Ana hamma narsa o'zining ishini qilsin. Undan tashqariga harakat qilmay qo'yaversin. Aytdim-ku, ona o'zini onaligini to'liq turib olsin, chegarasida turib olsin. Bola bolaligini qiladi. Ota otaligini qilsin, bola bolaligini qiladi. Maktabda ham xuddi shunaqa. Ustoz o'zini funksiyasini idealli, chiroyli bajarib qo'ysin, o'quvchi o'quvchiligini qiladi. O'quvchilar eshitmayapti, boshqa qilmayapti. Qabul qilmayapti. Eshitmaydigan odam bo'lmaydi. Eshitira olmagan odam bo'ladi. Qabul qilmagan odam bo'lmaydi. Qabul qildira olmagan odam bo'ladi. Yemagan odam bo'lmaydi, yedira olmagan odam bo'ladi. O'qimagan odam bo'lmaydi, o'qitira olmayapsiz. Ha. So'z eng yomon tarjimon deganda siz tarjima qilib bera olmayapsiz. Bizda muammo bor-da. Maktab sistemi bo'lsin, ota-ona hamma o'zining ishini qilsin, siz tog'a-tog'aligini qilsin, jiyan-jiyanligini qiladi-da. Kimdir biznes boshlasa, ko'rgansiz, o'rganadi. Nima qilishim kerak, qancha pul yig'ishim kerak, qanaqa risk qilaman, mamlaqa kelsa nima qilaman, boshqa qilaman, ha. Umumiy bir ish qilayotgan paytingizda ham yaxshi proyekt tuzasizda, uni ustida ishlaysiz, mutaxassis bilan shug'ullanasiz. Bola tarbiyasi bo'yicha hech ko'rmaganman-da men. Ana bitta narsa, farzand bu katta loyiha deb qarash kerak, deb bilaman. Farzand bu eng katta loyiha deb qarash kerak. Nimaga biz boshqa loyihalarimizga katta investitsiya qilamiz, o'qiymiz, izlanamiz, mutaxassislarni jalb qilamiz, boshqa qilamiz? O'zimiz yo'q. Bolaga kelganda nimaga biz o'zimiz tajriba quyonchasi qilamiz uni? Nimaga tajriba quyonchasi qilamiz? Ya'ni o'zimiz bilgan, bilmagan, o'zimiz qo'llab olgan tushunchalar bo'yicha o'zimizcha bilan qilib ketaverishimiz kerak. To'rtta eshitib olgan narsalar bilan qilib ketaverishimiz kerak. Yo'q, bola bu eng katta loyiha. Eng katta loyiha. Va bu loyihaga eng katta sarmoya talab qiladi. Eng katta e'tibor talab qilinadi. Hurmatli ota-ona, bola o'zini ertalab turg'izolmaydi, erta tura olmaydi u. Shofyor sizni o'g'lingiz. Mashinasi tuman bo'lgan. Ota-ona bu yerda qayerda? Ota-ona kim bu yerda? Logik, fiziologik va biologik mana bu 3 ta proses qayta ko'rib chiqiladi.